Bizda 20 yildan bir bizda Shohfozil kompleksining direktori Begimqulov qilmadi deb aytmaymiz, mayli qilganda ko'p narsani bunday ko'ngilga, elni ko'ngliga jarasha qilgan yo'qda. Biz nima deymiz? Biz buni 2 yildan bir ancha yaxshi ishlar qilib kelyapmiz. Biz agar ishonim ko'rsatib madaniyat ministridan mamlakat tarafdan bizga ishonim ko'rsatsa, biz mamlakat uchun, el uchun ishlab beramiz, xudo xolasa. Sizlar o'sha general to'ni jashildandirib, ekopark qilaylik degan o'yimiz bor, o'sha boshtaldi. Lisensiyalar boshtaldi, borib ko'rib keldingiz. Archalar ekotaz, yo'l kapon. Gördü o'shalar lisensiyalarni soni qilib, odamlarga loyihalashtirib chiqarib berasizlar. Biz Qirg'izistonimizni flagini siylab, flaglarni qo'yganimizga Qirg'iziston jeligini o'sha yerga kelib, anan doimo o'sha jelekni qo'zlab, andan da soni qilib, bayaqınday bu kelgan turistlardan ko'z jo'sini ola turganday qiziqtoo qilib jasab bersek degan o'y bor ekanda, bular ekoparkda. Ekopark butsa, buyursa, murun 10 yil oldin Qatu, O'zbekiston, bu chet mamlakatlardan kelishgan. Xudo xolasa biz hurmatli prezidentdan, Ukenkening boshlig'i Qamchibek Tashiyevdan so'ranamiz. Shuni peshoxodga ko'ngil bo'lib, peshoxodni ochib bersa, yaxshi ish bo'lardi. Buni misolga yana bir bor aytaman, Baymoq postga biz o'ta qiynalamiz-da, elimiz qiynaladi. Biz qiynalgandan keyin turistlar ham qiynaladi-da. O'sha yerdan peshoxodni ochib bersa, biz ishonamiz, Alabuqa rayonining Oqqo'rg'on aylining datasidan chiqarib ketamiz-da. Buyursa inshaalloh turizm bo'yicha qat'iy ishlab, Shohfozil kompleks bo'yicha qat'iy ishlab beramiz deb so'z beramiz. Oqqo'rg'on ayli hukumatiga qaraysizlar? Oqqo'rg'on ayli hukumatiga qaraymiz. Bizga ruxsat berilsa, davlat tarafidan bu yerga chiroyli qilib bir gostinitsa solib, mehmonlarga kuta turgan bir joy qilish niyatimiz bor. Shu bizda bir boshqa minaj yo'q. O'sha Begimqulov degan kishi bor ekan, al kishi gрамотный bo'lib, biz sal tushunmay qoldik-da, al kishi o'zi kel desak, kelib bizga elga tushuntirish bermaydi. Bunday qilamiz deb aytdi, o'zi ba'zilardan bunday qilib bizni bunday qilib bosim jasaydi-da bizga. Bizda shu Safet Bulon aylini kelgan qo'noqlarni shu yerda to'samiz, to'laqona. Bitta shu yer bizda, shu yerni ham endi buzib tashlab muzey solamiz debdi. Bizni o'zi Safet Bulon aylida Shohfozil kompleksiga qaragan yer ko'p yer bor. Biz qarshilik qilgan yo'qmiz endi. 11-iqlimga tan bo'lgan yerlar, eski yerlar buzib turib, bu yerni o'zi ular niyati o'zi ofis qilish. Muzeyi toshlarimiz bunda ichida turadi, hozir ko'rdinglar kirib turib bo'ldi. Biz so'ranamiz endi shu jo'g'orda o'tirgan kishilardan shu biz ish masalani chechib berib, biz tarafga kelib, biz aylimizni qo'ygayini kelib uyg'adigan kishi yo'qda. Biz xat yozaveramiz, prezident apparaturaga xat yozaveramiz, kelishadi, boshqa joyga qayrilib ketishadi. Begimqulov aqcha bilan sotib oladi-da. O'sha bunday el uchun, mamlakat uchun ishlaydigan kishi yo'q bo'lyapti hozir. O'shanga hurmatli prezidentimizdan so'ranamiz, siz bizga va'da bergansiz, Alabuqa rayoniga kelaman deb kelib, Alabuqa rayonini Safet Bulon aylini qo'yganini chechib berib, bu yerda hozir bu muzeyga yer desa, ayli hukumat chop etish yozib beryapti. Bu yerda qancha el bitta 6 so'rtlik agrot ola olmaydi. 40 gektar, 60 gektar yerlarimiz, toshliq yerlarimiz yotadi-da. Bu boshqalar kelib, biz muzey qilamiz, boshqa narsa solamiz desa berishadi. Bu korrupsiyada bu yerda. Agorot yo'q, bitta oilada 4 kelin o'tiradi. Ko'chmaganlarda bu shu narsalar kelib chechib berishlar so'ranamiz. Anan biz Baymoq post bor. Nerede Kasansoy post bor. Kasansoydan turizm kelish uchun, ellar kelish uchun 600 so'm rasxod qilamiz. Nerede Alabuqadagilar tushunmasdan bizda Kasansoy postimiz bor deydi. Qamchibek Qidirishayevga aytganmiz, Qamchibek Qidirishayev tushunmagan. Nerede bir qadam post bor, shuni ochib bersa, millionlagan turist chiqadi bu yoqqa.
Bize aldı berdiğimiz ko'p bo'lgan. Men sizga suratlar ko'rsataman. Bu yerda odamlar to'lib ketardi. Bu O'zbekiston, Qozog'iston, Rossiya, Amerikadan, Arabistondan kelib yurishgan. Shu yo'lni javob qo'ydi, xod yo'q. Shavkat Miromonovga ham qayrilamiz. Shavkat Miromonovich, siz yaxshi prezidentsiz. Kelib shularni chechib berishingizni xohlaymiz. Safed Bulonga yo'l ochib beringlar. Hech bo'lmasa peshixod ochib beringlar. Bizi elimizni nimasi bir-biri bilan qatnashib tursin. Mana hozirgi prezidentlar yaxshi ishlayotadi, rahmat. Qamchibek Qidirishayev, u o'ta nimasi bor, salmi bor. Bu yoqqa kelib bizi problemamizni chechib beringlar kelib turib. Nerga kelib bu yerlarda qurish o'rniga qurib qo'ysinlar, bu yoqqa dang'illatib turib mesda beramiz. Safed Bulonda qancha kishi yashaydi? Safed Bulonda 5000 saylovchimiz bor. 5000. 4000 ga qatnashamiz doim. 5000 saylovchimiz bor. Alabukar rayonida 13000 saylovchimiz bor. Hozir bu bir yilga nimani aytib o'taman, hozir daha ko'paygan. O'shal dag'im ne deymiz? Shunga qattiq qarashib, bunday chechib bersa deyim. Agarda bu yerdan chegara ochilib qolgan bo'lsa, post. Demak, bu yerda qanchalagan turistlar? Turistlar mana birinchi o'tgan yili mana Hasanboy Safed Bulon to turizmini ochdik. Birinchi chaqirishdi, biz chaqirdik. Kelib ellar o'tdi. Sezonda birinchi bizni nimadan kelishib, bu yoqqa ko'p nimalar kelishdi. Bizdan Qirg'izistondan yoqqa borib o'tamiz. Bordi keldimiz ko'p bo'lib o'tadi. Meni ejam O'zbekistonda, radnoy ejam. Borgani qiynalamiz. Kosonsoyga boramiz. Kosonsoyga borib 600 so'm rasxod qilamiz. Taksilarga beramiz. Taksilar yerda borib taksiga o'tirish ham problema. Qisqasi. O'zimizning mashinalar borsa, taksilar talashadi, qisqasi problema-da. Hasansoy bu Fergana oblastida. Namangan oblastiga qaraydi. Yangiqo'rg'on tumani, Namangan oblasti. Sizlar agarda demak Hasansoy bu yerdan abdan olis o'qilayotgan. Olis bo'ladi, olis. O'zingizdan Gendikdesh bir tug'aningiz Hasan o'zining firmasini ochgan. Safed Bulon turizm bo'yicha. Turizm bo'yicha. O'zingizda so'zlab qo'yasiz-ku. Hozir buni Achchamozor tog'. Achchamozor tog'ini biz ekopark qilamiz dedik. Ekopark qilib biz buni tegi birovlar aytadi, Hasan Husanga jeka menchikka o'tkazib beringlar deb so'ranibdi degan so'z turadi ayilda. Bizga o'zi hech nega keragi yo'q. Biz el uchun ishlab kelganmiz, mamlakat uchun ishlab kelganmiz. Bizga hech nega keragi yo'q. Elga bo'lsa bo'ldi. Bu yerda to'g'ni ham hozir Shohfozil kompleksini o'zini balansiga o'tkazib olibdi. Men bu yerda mana el aytadi, el ko'radi, mana jalg'on suylayotgan bo'lsam, shu Begimqulov odamlari, mechitdagi shular ko'k bayroq ilib ketdi. Qirg'iziston bayrog'ini o'rniga o'sherga cho'ng qilib ko'k bayroq ilib ketdi. U ko'k bayroq mina belgisini bilmaymiz. Borib baldar bilan borib olib solib Qirg'iziston bayrog'ini qo'yib qo'ydik. Hozirgacha o'zimni cho'ntagimdan olib ilib kelamiz o'sha yerga. Ko'rsak bu? Ko'rsangiz bo'ladi. Olasiz. Mana bu yerda ko'rinib turadi hozir shunday. Hozir boramizda? O'sha shu turizm bo'yicha ham qattiq bizga yordam berishsa, bu yerga oldin Achchamozor tog' bo'lgan. Achchamozorda archalari mana egizim ekib, o'zining cho'ntagidan eldor yordam beryapti, rahmat. Mekenchilarimga aytaman, mekenchilar shu yerga kelinglar, qo'noq bo'lib, bir archa olib kelsa ham shu Achchamozorda Qirg'iziston yerini saqlab qolaylik. Men Safed Bulon turizm bo'yicha firma ochganman. Xudo xolasa o'tgan yildan beri turizm bo'yicha shug'ullanyapman. Ko'p yerlarni ko'rdik. Samarqand, Toshkent, Buxoro, Xorazm ko'p yerlarni ko'rdik. Kecha bir narsani guvohi bo'ldim. 7 ta prezident Samarqandga daraxt o'tkazibdi, birinchi o'rinda Sadir Japarov. Bizni kerak bo'lsa Qirg'izistonda kerak bo'lsa Samarqanddan o'tib ketadi bu yerga qarasak. Mana 28 yildan beri Begimqulov nomida turar ekan bey, yerlar ham bir o'zicha bir kirishga qiynaladi bu yerlarga. Bey ko'ngil bo'lsa Samarqanddan o'tib ketadi, Samarqanddan bey. Ikkinchi haj deyilgan bey, Safed Bulon. Qirg'izistonni kerak bo'lsa budjetigacha pul tushiradi. Bey yaxshilab qaralsa, beydan
Safet bilan Zarkent posti bor. Yo Qizlaza. Şeyi ochilib qo'yilsa, men garantiya beraman, yomg'iri singar, yomg'irday turizm keladi bu yerga. Turistlar keladi, polni bu yerga, yomg'iri singar. Bunga kelishi bu budjetga pul tushdi degan so'z. Kerak bo'lsa Qirg'izistonni ko'tarib chiqadigan joy. Bittasi Qumtor bo'lsa, bu yer Safet bilan degan nomi bilan ko'tariladi. Bundoqchasiga bizning o'yimiz shunday. Xudo xolasa shu yo'llarga qarashib, bu yerni tekshirib, Begimqulov orqasidan tekshirib, polni mana 28 yildan beri biz bundoqchasiga aytganda biz o'zimiz menchik qilib olingiz degan yerimiz yo'q. Oldindan aytib qo'yaylik. Bu mana 300 mingga nimaga archa mozorga suv chiqardik. Tevasigacha. Hozir 100 ga yaqin archa ekdik. Qozog'istondan investor topganmiz. Mana lesnitsani mana ertadan davom etkazamiz o'sha yoqqa qarab. Besetka qilib, odam o'tiradigan qilib, kelajakda ekopark degan nimamiz bor. Yo'qolib ketgan narsalar tiklash, archa, toshbaqa, bu ilonlar bor. O'sha eski yo'qolib ketgan narsalarni tiklab, turistlarni mashaqqa chaqirish maqsadimiz. Xudo buyursa, shunaqa niyatlarimiz bor. Unda o'sha yerga borib, ko'rsatsangizdar, Mana o'sha yoqqa borib gaplashamiz endi. Endi mana shu asosan uchun janag'izning men so'zini o'qib jana qilib o'tam. Bu Qirg'iziston uchun, rayon uchun da o'sha eng yaxshi so'zlarni aytib o'tadi. Jardam. Men shu kichkintoy yerda talashib, nezini talashadi. Ilgerten qolgan narsada. Bu yerga salganda, muzey salganda salsin uni yer ko'p deb o'tadi jo'g'ri joqlarda. O'sha yerga salsin, sala turib. Shu Begimqulov deb o'tasizmi? O'sha joqqa borib salsin. Salsa şu kişilik yerga bir gelgende bir çay içip, jana qilib, niyet qilib o'tirib ketamiz, bir qan chiqarib deb kelamiz da. O'shaning uchun bir yerga talashmasdan. Shu joy yo'q ekan Qirg'izistonda shuncha yer turadi. Ana tog'ning ostida turib yerlar. Salsa o'sha yerga de salsin, o'sha yerga boraveradi. Borib ko'ram degandir. Men qalarim sizlarning o'sha qaysi kompaniyaning ishingizlarga iyilik bo'lsin. Amançılık, çıkışılık, el için kişine bir tartıp, elge tartıp bir cana kılsanar, şunu to'g'ri tushunib, bizde de şu alab qarayandanmiz. Yani mümkünçülük bolsa. O'sha Begimqulovga dile aytib tushundirib, tushunsa o'sha kishine yerdi, alaqanday yerdi talashib ne keregi var? Sala turgan buzuq jerga ekan nasan söndür aytib atadi. O'sha yerga borib salışsın. Bereyli yerde işib atadi. Men nem qalarım şul. Hozir bu mana masjid Sovet vaqtida talqalanib yo'q bo'lib ketgan, pashti yo'q bo'lib qolgan masjid edi. O'sha paytda biz jamoat, mana el, ustalar hammasi yig'ilib bir hashar yo'li bilan buni tiklab, masjid qilib, shu yerda juma namoz o'qiydigan joyimiz edi bu. Keyinchalik Ibrohim aka mana u hujrani soldi bu yerga. Bu yerlarda unaqa hech qanaqa gap yo'q edi. Yaqindan boshlab bu yer muzey qilamiz. Sizlar hozir mana bu yerni bo'shatib beringlar, mana hujrani. Keyinchalik bu yerni ham bo'shatasizlar degan gap kelib chiqdi-yu, hozir ayshi tashvish bizni boshimizga tushib qoldi. Masjidni muzey qilish. Endi musulmon 100% hamma musulmon yashayotgan joyda masjidni o'rniga muzey qilish qandaydir tushunib bo'lmaydigan masala-da. Mana u bir kichkina hujra, bu yerda mana imom domlaning bitta xonasi bor, qorovul bitta o'tiradigan joyi bor, boshqa hech narsa yo'q deydi. Bu ham yaqinda va shu jamoat qurgan joy. Ana shu masalani endi bunda musulmonlar hammasi bilsa-yu, bizni masjidimiz yo'qolib qolmasa, bu masjidda hamma rasxodini ham, hamma ishini polnosti nima mana shu yerni o'zi qilgan, el qilgan, jamoat qilgan. Bu yerda hech kim boshqa hech kimning hech qanaqa tegishasi yo'q bu yerga. Haqqingizni aytib qo'ysangiz. Men Musaxonov Qudrat Aliman. Assalomu alaykum. Men shu Alabuqa rayon qoziyatdan taraflangan shu masjidning imomi Qurbonov Sherzod bo'laman. Shu masjid to'g'rili bizni qaziyatga, millarga, muftiyatga qayrilishimiz bor. Shuni muzey qilamiz degan so'zlar chiqyotadi. Bunga qanday ne bo'ladi ekan, shuni yechib berishingizni so'raymiz biz jamoatning nomidan. Bu yer hech bir tarixga bir tegishli nesi yo'q masjid. Şu 15 yil oldin shu elderning nesida jumushi bilan elni o'zini hashar yo'li bilan qilingan masjid bo'ladi bu masjid. Ilgari jami masjid bo'lgan, bu katta cho'ng masjid bo'lgan turishi. Shu bir
muzey qilamiz degan so'z hech bir nimaga sig'maydi-da. Bu yerda to'liq 90-100% musulmonlar yashasa bu yerdacha istiqomat qilsa, bu biz hayron bo'lib qoldik o'shanga. Minnet so'z qilish kerak, bugun minnet so'zlash kerak. Eldar ham bu shokka tushib qoldik muzokaraga aytgandacha. Qaziyatga ham yo'liqdik. Buni inshaalloh yaxshi tarafga chechilar degan shuni bir uzul kesil bizga chechib bermasanglar biz hani xat jo'nataveradi al kishi biz haligi minnatni bilmaganga biz ham hayron bo'lib o'tamiz. Muzey saluga boshqa yerdan joy bormi o'zi? Ha, o'zi davlat tarafdan ham yer ajratilgan ekan o'sha tepada o'zlarining yonidancha. Alarda hojatxonasi ham yo'q-da. Shu el turizm barliq kelgan kishi shu bizning hojatxonaga kiradi-da. O'zini mechit buzilmash kerak qo'y musulmonchilikda. Sizlarning mechitingizni buzamiz deb muzey qilamiz degan tur emasmi qo'y? Ha, shunda alarda hech nimasi yo'q-da o'zida. Yer davlat yer ajratgan muzeyga-da. O'shaga qurmay shu yerda bir minesi bormi bilmaymiz endi. Ofis qilamiz deydi buni yerda. Ayol hukumat Shu ayol hukumat tarafga o'tsa keyin biz tinchsak deb o'ylaymiz-da, bizda tinchib ketsin shu ishlar, yaxshilik tarafga jo'yilsin deb aytamiz. Archa tog' degan ушул тоого чыгып баратабыз. Мына ушул тоого биздин эң патриот жигиттерибиздин бири Тахир деген мырза атайын адамдарга удобный кылып, мындай тепкич лестница жасап берген экен, атайын бетондон коюп туруп. Ал бетон кудум ушул жерден башталат экен да. Анда кеттик. Xo'jakani el tarafdan qo'yildi. Xudo buyursa, buni oltindan qilamiz. Xudo xolasa boyib qolsak. To'g'ri xo'jakani qilgan lestnitsasi mana ko'ramiz endi bu yerda. Bu lestnitsalar butishi Allohdan-da, mana qarang, Allohning qudrati bilan xo'jakani nimasi bilan butibdi. Mana hozir ko'rasizlar qilgan ishlarini. Mana 150 metrga turbalarni qo'yib, mana el chiqish qiynalmasin deb mana lestnitsani solib berdilar. Xudo xolasa biz bir og'iz suyunib lestnitsani Tohir aka keling, shu yerga siz lestnitsa solgan ekansiz. Bir kelib shuni davom etkazaylik desam, rahmat deb mana keldilar o'zlari. Bir jumaning ichida yetib keldilar. Bu qachon qurilgan? Bu Yaqra. 3-yilga ketyapti-da. 3 yil, 3 yil oldin qurilgan. 3 yil oldin qurilgan. Endi mana lestnitsani davom etkazaylik desam, bir og'iz mana bir jumada mana telefonda gaplashdik, biz ko'rishmagandik. Bu paytda Tohir aka qurganda biz Yevropada edik. Ko'rishmagan ekanmiz. Endi biz turizm bo'yicha qiziqib, mehnatingizga rahmat deb bir og'iz chaqirdik. Mana yetib kelib, endi bu yoqqa ko'rasizlar, mana 150 metrga bu yo'l qurib beraman dedilar. 2-yilga dedilar, qolganini dedi, o tebesgacha jelakgacha chiqarib beraman dedilar. Ve sirg'anchiq yer odamlar qiynaladigan joy edi. Inshaalloh bizlar Sulaymon toqqa o'xshagan joy qilmoqchimiz, Xudo xolasa, turizmni rivojlantirish uchun. O'zi eyiq bir joy. O'zbekistondan turistlar ko'p kelgan ilgari. Mana shu yerda Zarkin Nanay posti ochiq bo'lgan. Yerlar bekilib ketdi. Yerlar ochilsa odam ko'p keladi. Bu yerdan Safet Bulonni hozir ham mana o'tgan yil ochdim. Safet Bulon turizm bo'yicha mana Xudo xolasa birinchi sezonni ochdik o'tgan yil. Yana yaqinda Xudo xolasa kichkina turizm bo'yicha nima o'tkazamiz? Bu yog'i Kosondan kelishadi, o'sha tog' tarafdan. Kelib Safet Bulonni ziyorat qilib, podshotiga, Chatqalga, bu yog'i Sarchelikka, Arslonbobga polni borib, birinchi bu yerga kirib, o'sha yoqqa qarab ketishadi. Ziyorat qilib, borib yotib kelib, yana qayta etib bega kirib, keyin Koson bilan tushib ketishadi. Hozircha mana 5000, 10000 odam kiritgan bo'lsa, bu yer ochilib qoladigan bo'lsa, 60000 ga yaqin odam kirar ekan. Mana endi Nanay bor. Nanayga endi shunaqa ham gullatib tashladiki, endi hayron qolasiz tushsangizda. 5 barmoqlarning ovqatlarini ko'rsangiz, endi nima qirg'izlar ovqatini o'g'irlab bitishdi O'zbekistonlikda.
Endi mana shundoq tovoqlarni besh barmoqlarga olib kelishadi. Shu yer ochilib qolsa deydi, bu sizlarga chiqadi deydi tur operatorlar, o'zbekistonliklar. Shu yer ochilishga yarasa hammasi o'sha Chatkal, Pocheta hamma yoqqa qarab ketar ekan. O'sha yerdagi odamlar mashaqqa chiqar ekan. Ziyorat qilib, o'sha biz ko'ryapmiz, turizm bo'yicha ishlayapmiz-da. Mana endi bu yerga hozir yana davom etkazamiz, endi bu yerga yana yuramiz. Mana bu besetkalar qildilar, mana odam o'tirib charchasa, mana 100 metrda bir charcha, mana oxiri bu yerga yana davom etadigan bo'lyapti mana. Mana yurasiz o'zingizlar ko'rasizlar mana. Mana. Manalarga bog'lar o'tkazdik mana. Do'lana. Xudo xolasa beylar tekizlab turib, odamlar o'tiradigan skameykada joy qilib, mana shu yerda charchasa, es olib, mana 2-3 yildan keyin bog' bo'lib ketadi. Mana 300 metrga xudo xolasa suv chiqdi mana. Sug'oryapmiz, ikki yerdan chiqarib qo'ydik. Mana ketyapti. Mana bu yerda bir do'stim bor, billa klassdosh yordamini ayam etdi. Bu yilga 50 suvdan berdi, 50 suvdan. 50 suvdan berib nima qilyapti? Endi yana bir planlarimiz bor. Ruxsat bo'lsa, mana panjaralar turibdi. Shu panjaralarni olib biz 6 metr qilib, misol turizmlar kutgani o'sha bu tijoratchi, bu talgi detiski narsalarni sotadigan qilib bersak degan fikrimiz bor. Investorimiz ham borda, shular qurgan. Mana qarang, hozir yotibdi mana shu. Mana shu necha yildan beri bu yoq qabriston. Bu yoq mana shu o'zidan uzun qilib turib, 6 metr qilib xona qilib elga beraylik degan nimamiz bor. Turizm rivojlanishi uchun-da. Bir o'yin o'ynaydi, bir otadigan narsa qiladi, bir turizmga tayyorlaydigan narsalar. Bu yoq mana Atchamazor degan tog' mana. Xudo xolasa Qirg'izistonimiz jelaga mana hilpirab turibdi. Boyaga ko'k bayroq, notanish bayroq ilib ketdi degan bayroq jelak shu. Bu yerda bir to'palang chiqishi mumkin edi biz jelak ilmaganimizda. Bunga hech kim ko'ngil burmadi. O'sha shunaqa ishlar. Mana archa o'tkazdik, archa. Mana Archa tegisizlar? Archa, 100 ga yaqin archamiz bor. Endi kichkina mablag'imiz yetmayapti. Bir davlat tarafdan bir kichkina yordam bo'lib qolgandi. Manalar mana rivojlanadigan nimamiz bor, turizm kutadigan joyimiz bor, eskib qolgan. Beylar remont qilishimiz kerak. Mana ichiga kiramiz desangiz, mana kirsak ko'rib o'tib ketamiz mana. Endi shuni remont qilishimiz kerak. Unga nima yo'q. Mana xudo xolasa mana suvga bizga yordam berayotgan mana Qosonov Abdurahmon bo'ladi. Bizda yerlar kichkina suv bor. Hozircha o'shandan berib, mana biz archalarimizni ko'kartiryapmiz. Hozir 300 metrga yaqin nimamiz chiqdi. Shlanka 30 kilo slankada yotkizib chiqdik. Mana Abdurahmon bo'ladi. Mana shu bola. Mana inshaalloh xudo xolasa mana lesnitsani boshlaymiz deb turibmiz. Mana shu lesnitsa mana ko'rasizlar, tog' qiynaladi odamlar chiqqani. Bu yer Arafat tog'i deyshadi. Qanchalab turistlar Arafat tog'i deb turib aylanib, bundaqasi Hojilandan buvaga tushib borishadi. Mana shu yerdan boshlab, tog'i ko'raysizmi? Yalpoq tosh. O'sha yergacha hozir lesnitsa bo'ladigan bu yil. Mana Jalpoq toshgacha. Jalpoq toshgacha lesnitsa bo'ladi. Xudo mana archalarni ko'rsataman sizga. Buni archalar mana suv quyib, xudo xolasa suvini chiqarib, xudo xolasa ko'karib harakat boshladi. Mana kichkina ekay, xudo xolasa qarag'ay. Buni Alabaqa rayonining lesxozi Rustam aka berdilar. 10 ta archa berdilar. Xo'sh, mana xudo xolasa suv quyganmiz. Hozir yana suv ulanadi. Mana uni bizda 73-yilgi bolalar ekkan. Bu yerga bir 10 tacha archa ekishganda ilgari. Qachon? Bir 5-6 yilga 3 yilligi nimada archa. Endi bular qurib boshqatdan ko'karyapti. Mana bu yil suv qo'ydik, mana bar chiqarish boshladi. Xudo suv chiqmasa qiyin ekanda bu yerda ham. Endi yangiladik, ba'zilarini yangilab qo'ydik chiqadigan. Endi yaqin 100 ga yaqin archa bo'ldi. Bizga hop Bishkekdan ekologiyani boshlig'i Jamil aka 15 archa berdi. Endi bir bitta archa eksangiz
Ya Xudo beraverar ekanda. Bizga yordam berayotgan odamlar bo'laydi. Avvalambor tanjini sog' bo'lsin. Jamol akani ham, Rustam akani ham tanjini sog' bo'lsin. Mana. Ko'rasiz, mana shag'allar to'kib qo'yganmiz. Mana shu yerga chiqdik. Yana bugun to'kiladi. Ustalar o'sha O'zbekistondan o'sha yaxshi ustalar olib chiqdik. Mana endi bu mashag'i ko'rinishini pastda 7 gektarda yer bor. O'sha bu yerdan Shohfozil kompleksga u yoqdan kirib keladigan o'sha sunun qilib, Xudo xolasa bu yerga, u yerga arkalar qilib, ekopark qilib, bu yerga u yerga kovlab turib, odamlar g'or qilib, tunnel o'xshatib turib, o'sha yerlarga joy qilaylik degan planlarimiz bor. Sunun qilib, Xudo xolasa aylanib, Arofat tog'ini aylanib, turistlar ashalarga kirib, ovqatini yeb, mana gastinitsamiz yo'q bizda, mana turizm kelsa o'sha yerga joy, bitta gastinitsamiz bor mana. Mana Shohfozil kompleks hech qayda bir sharoitimiz yo'q. Biz birorta mehmon kelsa, bundoqchasiga uyalamiz ular kutgani. Samarqand, O'zbekistonlarga tushsangiz, hamma sharoit bitta xonadon uyi ham dushlargacha nimasini to'lovini qilamiz. O'shalarga o'tib kelayapmiz. Bizda ham qilsa bo'ladi mana. Endi Safet Bulon degan joy birinchi o'rinda turar ekan. Bu territoriya bo'yicha, tarixiy bo'yicha. Endi shularga bir ko'ngil bo'lib, kichkina yordam bo'lib, ko'zimolga olib, ko'ngil bursalar yaxshi bo'lardi. Biz shuni so'rab qolamiz, xudo xohlasa. Assalomu alaykum. Safet Bulon turizm direktori Toshpayev Hasanboy bo'laman. Mana turizmga dan boshlasak, xudo buyursa inshaalloh. Mana shu jelekka xudo xolasa turizm bo'yicha ilib qo'ydik. Kimlar tarafdandir bu yerga bir ko'k bayrog'i, bir emblemasi, bir qandaydir tushunib bo'lmaydigan bayrog'i, bu bir davlatga tegishli emas, bir partiyaga tegishli emas, bir bayrog'i shu ayildagi birovlar ilishdi. Bir qanaqa maqsadda ildik bilmadik. Biz buni olib o'zimizni Qirg'iziston bayrog'ini tikdik. Xudo buyursa mana turizm bo'yicha o'tgan yil turizm bo'yicha turistlar keldi. O'zbek bayroqlari bilan ko'tarib kelishdi. Xudo xolasa bu yerda o'tirib, bir rakatdan namoz o'qib, bu bayrog'i ko'tarib turganda bizi bayroq jilpirab bir so'nin turdi. So'yindim o'zimiz shu bayrog'i tikkaniga. Endi shu bayrog'i tikib ketgani uchun bir hech kim usha olmada qanaqa bayroqligini bir surishtirgani yo'q. Endi mana ko'rsangiz turizm bo'yicha xudo xolasa Safet Bulon tog' turizm bo'yicha bu yerda biz turizm bo'yicha mana tog', mana ko'rdilar akaxonimiz, tog'ga archa ekish boshladik. 100 ga yaqin archa ekildi. Mana hozir akaxonimiz ham bitta archa ekib ketaman dedilar. Qiziqib, mana bitta ekib ketaman dedilar. Bitta hozir sotib oldilar. Xudo xolasa o'sha yerga ekadigan bo'laydilar. 300 metrga suv chiqardik. Abdurahmon Kosonov bizga eldan kichina 32 lik motor qilib, kitayskiy motordan tashab 32 lik nimada suv chiqardik. Xudo xolasa 150 metr qolibdi, shu jelakka yetib kelar ekan. Bu yerda biz ekopark deb bir ekologiya bo'yicha Jalot distansiyasiga a'zo bo'lganman, mucha bo'lganman. O'sha yerda uchrashib qolib, men shunaqa joyim bor, bir turizm bo'yicha yordam bermaysizmi desam, ma'qul, bunda ekopark qilaylik, o'sha yerdingmi deb aytdilar. Bo'lib kelib ko'raman dedilar. Jamol aka, turizm boshlig'i, mana xudo xolasa 15 archa jo'natib yubordilar. Yo'q, birinchi yordamim senga deb. Endi bu yerni xudo buyursa yaxshilasak, bu yoq O'zbekiston, mana chegara O'zbekiston. Hech qancha mana ko'rinib turibdi. O'shundan bu yoq uylar O'zbekiston. Bu yerdan Safet Bulon Zarkent yo'l ochilsa, yana aytaman, yomg'ir singari turistlar keladi. Yomg'irni bunga biz garantiya beramiz, javob beramiz shu gapimizga. Xudo xolasa turizm bo'yicha shu yerda Sadir Nurg'o'jayevich bir shu yerlar bilan bir o'zingiz ko'zamolga olib, qanchadan nimalar kelyapti, komissiyalar,
Bu Erkin Begimqulovni balansda turadi bu yer. Bu yerga investor olib kelgan bir paytlar. Erkin 20 yil oldingi odamlar kelib masjid qurib, shu yerga tarixiy bo'yicha shu yerga joylashib olganlar. Sizning ortingizda tog' nima tog'? Bizning ortimizda mana O'nkor tog'. Mana Qamchiq Qidirshayev shu tog'i oldi O'zbekistonda. Mana shu tog' bo'ladi. Endi Xudo buyursa mana ko'rasiz mana. Ya O'zbekiston talashib vertolyotgacha o'shada bu nimalar bilan chiqib olgan. Hech kim bora olmadi, hech kim yaqinlasha olmadi. Qamchiq Qidirshayev mana O'zbekiston prezidenti bilan gaplashib qaytarib mana axsiga oldi. O'zimiznikimi har qalay olib qo'yganda hech kim bora olmadi. Tanjani sog' bo'lsin uchun Qamchibek tashiyibdi-da. Mana shu yer o'sha O'nkor tog' shu yer bo'ladi. Biz ro'paramizdagi Safet Bulon tog'i mashi. Bu tog'ning narjonida nima bor? Bu yog'iga nimaga qarab ketadi? Bu yog'i Bishkek yo'li bor. Bu yog'i Maylisuvga qarab, o'sha yoqqa qarab, bu yog'i O'shga qarab, Katay o'sha yo'l o'sha yoqda trassamiz. Bu yog'i Aqsi, bu yerdan Aqsiga qarab ketadi. Podshoh ota. Bu yerdan bu ilgarigi o'sha musulmon dini bilan kurashgan birinchi haj bo'lsa, ikkinchi bu yer bo'lgan. Qo'qon xonliklar ko'tarilgan, Qo'qon xonligi ham podshoh ham sheyda saylangan ekan.